Adil do'stlar, biz Maradona degan futbolchini bilamiz, lekin Klaus kompaniyasini ixtirochi olimlari, seleksionerlari Maradona degan qovun yaratishgan ekan. Toshkent shahrida Veles Agro va Agri-Uz kompaniyasini distributorlik qiladigan korxonasiga tashrif buyurdik. Ushbu kompaniya Unigen Series, Klaus kompaniyasini va Janubiy Koreyaning Nongwoo Bio kompaniyasini rasmiy hamkorlari hisoblanadi va undan tashqari Syngenta kompaniyasini shirin makka jo'xori turlarini hammasini olib kiradi. Bu yerda mutaxassisimiz bor. Assalomu alaykum Toyir aka. Va alaykum assalom, xush kelibsizlar. Yaxshimisiz? Yana bir bor. Ko'p obunachilarimiz, muxlislarimiz urug' masalasida ko'p so'rashadi. Biz mana shu urug'larda rasmiy distributor bo'lib Surxondaryoda faoliyat yuritmoqchimiz. Asosan boshqa regionlarda ham sotiladi-ku, asosan Surxondaryoda. Xabarim bor. Fantina bodring urug'larini qalbakilari chiqib qoldi. Shuni bu yil yangilangandan keyin shu haqida ozgina ma'lumot berasiz. Dehqonlarimiz oldingi yillarda qiynalishdi. Aytganingizdek, qalbaki bozorda ko'payib ketdi. Endi shu kompaniya bilan gaplashganimizda, endi kompaniya har doim yengillik qilib turadi. Boshqa kompaniyalar ham shu singari bu Nongwoo kompaniyasi ham yengillik kirgizdi, logolarni o'zgartirdi. Hozir endi 21-asrda bu QR kodli bo'lyapti hamma narsa. QR kodli qilib berdi hamma mahsulotini. Bu QR kodni tushirganingizda bemalol qalbaki va qalbaki emasligini bila oladigan darajada bemalol hammada hozir telefonlar bor. Shunda tushirib, keyin yana bitta yaxshi tomoni pulga o'xshab seriyali qilib berdi-da buni. Bunda ko'chirganingizda bitta seriya 2 marta qaytarilmaydigan qilgan. Buni sotib olgandan keyin bunda ko'chirib bilsa bo'ladi, qalbaki va qalbaki emasligini. Dehqonlarimiz bunaqa upakovkadan aldanmasliklari ehtimoli yuqori bo'ladi. Yuqori bo'ladi, xudo xolasa shunaqa, to'g'ri. Ballistik bodringi juda ham mashhur, Surxondaryoda ham ekilib boshladi. Endi menimcha bu fransiyalik mutaxassislar qo'yganmi yo sizlar tavsiya qilganmisizlar? Ballistik raketa dehqonni daromadini raketa singari uchiramiz degan ma'noda bo'lsa kerak. Yuqoriga chiqaramiz deb shunaqa mo'ljal bo'lgan. Xudo xolasa hozir olgan odamlar hammasi baraka topib, ekkan odam qaytib kelib уже olyapti-da, yuqorilanyapti har yili ekiladigan hajmi. Respublika bo'yicha hamma viloyatlarimizda natijasi yaxshi bo'lyapti-da. Klaus kompaniyasining ham qadoqlarda o'zgarish ko'rdik. Eskisi menimcha o'tgan yilgisi mana bunaqa qadoqda bo'lsa, karam urug'larni, yangisi HM qo'shimchasi qo'shildi. Mana ko'rib turganinglardek, HM qo'shimchasi qo'shildi-da, mana orqa tomoni ham o'zgardi. Ancha yil mobaynida mana bunaqa bo'lgan-ku, endi bunaqa bo'ldi ko'rinishi. HM Klaus, Harris Moran, Klaus qo'shimchalarni qo'shgan, logosini ham sal o'zgartirish kiritgan. Surxondaryoda bilasiz, erta bahorda, ayniqsa janubiy hududlarimizda, Angor tomonlarida, Angor hududlarida driver va boshqa bir qator shirin makka jo'xori urug'larini plyonka ostiga ekib, erta kunda ichki bosonlarimiz ham erta bahorda chiqarishadi. Undan tashqari driver urug'lari bor va Syngenta kompaniyasining urug'larini ham aytib o'tdi. Shular haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Misol uchun driverni endi hamma biladi, necha kunda pishadi. Misol uchun 80 kunda pishsa, undan bir 3 kun 4 kun kechirib pishadigan 832 degan duragayimiz chiqdi. Klaus kompaniyasidan. Keyin ertaki pishishini xohlaganlarga 75 kunning ichida pishish xohlaganlarga bu Syngenta kompaniyasini shirin makkalarni taklif qilyapmiz. Bular Higiloy bilan Tyson. Tyson degan makka jo'xori urug'imiz ham chiqqan. O'sha endi bular sportchilar bu yoqdan Maradona bo'lib kelyapti, bu yoqdan Tyson bo'lib kelyapti. Bizning o'zbek sportsmenlar yaqinda nom olib, xohlasa chiqarasizlar, xudo xohlasa. Qadrli muxlislar, mana bu Unigen kompaniyasini, Italiyani kompaniyasi ko'pchilik biladi. Mana bu tarvuzlar ancha yillardan beri ekiladi Surxondaryoda va respublikamiz bo'ylab. Eng asosiysi mana shu Maderasi, Toyir aka, bu juda ham ko'p ekiladi Surxondaryoda. Respublika bo'yicha mana shu urug'larda ham demak xaridorlarimiz qulayroq narxlarda, ishonarli qo'llarda, ya'ni bizning korxonamizdan xarid qilishlari mumkin bo'ladi. Yaqin vaqtlarda Surxondaryoda Galiot navi juda ham ommalashdi, ko'p dehqonlarimiz ekyapti. Xullas, mana shu kompaniyalarda Surxondaryoda yoki boshqa hududlarda ishonarli qo'llardan xarid qilishni istasangiz, telefon nomerlarini qo'yamiz, biz bilan aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana shu kompaniyani rasmiy dileri sifatida savdolarni yo'lga qo'yapmiz. Salomat bo'linglar.